Folchi. Muallif Nafisa Malikova. Ikkinchi qism. Uzoqroqqa jo'natsang-chi, odamlar gap bilan tamom qiladi-ku eringizni. Mavluda rad etdi. Opa, oson bo'lmasa ham ko'zim oldida yursin. Shundoq ham ko'chaga chiqib ketmasin deb yuragim halak. Begona odamga yoqadi deysizmi? Opasi singlisiga ichachishdi. To'g'ri kuya, ammo bilasan-ku. Opa, gap bilan odam o'lmaydi, qo'yavering. Pochchang ham kuyov bilan ketgandi. Qaysi tanang lahata chirgurning ishi ekan-a? Chiqmayapti-ku. Osmonga chiqib ketganmi, yer yutganmi, tavba. Shu payt sochlari to'zg'igan Fotima chiqib keldi. Mavluda opasidan uyalib ketdi. Fotima, bu nima yurish? Fotima g'alati jilmaydi. Sohibani yuragini vahm bosdi. Tavba, xuddi jinnidek bo'lib qolibdi, o'yladi ichida. Singlisi qizini tez-tez uyga olib kirib ketdi. Sohiba atrofga qo'rqa-pisa qarab qo'ydi. Tavba, tentak bo'laman desa hech gap emas ekanda. Qanaqa qiz edi? Fotima ovqatni yeb bo'lgach osmondagi oyga qaradi. Chiroylimi? Tanish ovoz keldi. Fotima jilmaydi. Juda ham. Chiroqni o'chir. Fotima shundagina ortga o'girilib chinqirib yubordi. Qur'onda aytiladi, uning oldidan ham, orqasidan ham farishtalar uni Allohning amri bilan qo'riqlab turadi. Rad surasi 11-oyat. Bu oyatga ko'ra, har bir insonni Allohning amri bilan farishtalar himoya qiladi. Har bir kishining oldi va orqasida muakkal farishtalar, qo'riqchilar bor. O'sha kuni Fotima yigitni emas, maxluq sifat mavjudotni ko'rib chinqirib yubordi. Eng yomoni mavjudot xuddi o'sha ovozda gapirardi. Xonaga onasi chopib keldi. Nima gap? Fotima yig'lagancha onasiga mavjudot turgan joyni ko'rsatdi. Mavluda gap nimadaligini tushungandek bo'ldi. Tezda dahlizda turgan kitobni oldi-da, bir mulla aytgan joyini o'qiy boshladi. Fotima boshini ushladi. Oyi, og'riyapti. Mavluda to'xtamadi. Bir payt qiz yerga o'tirib qoldi. Tezda to'xtatib, qizining yoniga o'tirdi. G'oyib bo'ldimi? Fotima atrofga bejo alangladi. Oyi, men qo'rqib ketyapman. Qo'rqma qizim, men yoningdaman. Mavluda shu kech qizini peshonasida uxlamay mulla aytgan suralarni o'qib chiqdi. Tun yorug'ida yuzi yana ham chiroyli ko'rinayotgan qiziga achinib qaradi. Shu payt qizining ko'zi birdan ochildi. So'ng Mavludaga qarab g'alati kuldi. Shu qadar xunuk kuldiki, Mavluda dahshat bilan tomosha qilardi xolos. Tili ham aylanmay qoldi. Fotima o'tirdi-da, onasiga qarab yoqimsiz jilmaydi. O'ynaymizmi? Mavluda opa kitobga qarayotganda hamki, Fotima kitobni olib derazadan uloqtirdi. Bu kitob meni boshimni og'ritdi. Qachongacha chidash mumkin? Mavluda opa qizini kimdir boshqarayotganini sezdi. Fotima, qizim, men aytgan surani o'qi. Fotima xuddi quturgan itdek xirilladi. Hech qachon. Mavluda qizini mahkam quchib yig'lagancha o'zi surani o'qiy boshladi. Afsuski, qizi uni itarib yubordi. Boshim... Fotima shunday deya boshini changalladi. Mavluda esa to'xtamadi. Bir payt Fotima otilib uydan chiqib ketdi. Fotima o'zini harakatlarini nazorat qila olmasdi. Go'yoki tanasi uni izmidan chiqib ketgandek. Ongi hammasini kuzatib turar, ammo tanasini nazorat qila olmasdi. Bir payt o'zini darvoza yonida ko'rdi. Darvozani qo'llari bilan urardi. Qanday to'xtatsam bo'larkan, nega tanam o'zimga bo'ysunmayapti? Bir payt miyasiga yarq etib bir fikr urildi. Mavluda pichoq ko'targan qizini ko'rib qo'rqib ketdi. Nima qilyapsan, Fotima? To'xta! Fotima yig'lagancha onasiga qaradi. Oyi, shunday qilmasam u meni tinch qo'ymaydi. Farzandingni o'yla, axir unga keraksan. Fotima qorniga qaradi, uzoq qarab turdi. Mavluda paytdan foydalanib, yaqin keldi-da, qizini qo'liga yopishdi. Buni menga ber. Er-xotin bir-biriga umidsiz qarab o'tirarkan, bog'lab tashlaganimiz bilan ish bitmaydi. Mavluda erining gapini ma'qullagandek bosh silkidi. Unda nima qilamiz? Samarqandga olib boramiz. Qachon? Ertaga. Yaxshi bo'lib ketarmikin? Chiqmagan jondan umid. Kamiga farzandi ham bor endi. O'zi ham mayli, bolasini ham qiynab qo'yyapti. Qaysi itemgan ishi bo'lsa ham bir kun topiladi. Rais maxsus joyga yetkazinglar deydi. Jinnixonagami? U jinni emas-ku.
Hali ham ko'p ishlari uy ichida qolyapti, lekin bu ahvolda ko'chaga chiqsa ustimizdan yozishlari aniq. Eri ham siqilib ketgani aniq. Hatto ovqat ham yeyishmadi. Fotima har xil ovozlardan qo'rqa boshladi. "Kim bor xonada?" dedi baqirib. Kulgi ovozlari eshitildi. "U bizni eshityaptimi?" "Menimcha, ha. U buni ko'tara oladigan kuchga ega emasga o'xshaydi. Aqldan ozyapti, biz tufayli." Bu ovozlar aniq-tiniq eshitila boshlagach, Fotima boshini changallab chinqirdi. Mavluda qizini borgan sari aqldan ozib borayotganini ilojsizlikdan qiynalib kuzatardi. Homiladorligini ham his qilmaydigan qizi biroz qaramasa sakramoqchi bo'ladi, bir qarasang hovlida chopadi. Tug'ishiga oz qoldi, ammo hamma undan qo'rqadi. Qarindoshlar ham kelsa jinniga qaragandek qarab nari qochadi. Boshqa farzandlari ham opasidan qo'rqadi. Sababi Fotima tinmay xirillaydi. Xuddi hayvondek ovoz chiqaradi. Tug'ib olsa keyin yotqizishar alohida joyga. Mavluda ham oxirgi paytlar charchagandi. Kap-katta qizni ortidan chopishni o'zi bo'ladimi? Ko'chaga chiqib ketmasligi uchun tinmay darvoza poylaydi. Tekshiruvda uning homilasi qiz ekanligi aniq bo'ldi. Ishqilib bolasi sog' tug'ilsin-da. Mavluda ertayu kech qizi uchun Allohdan panoh so'rardi. Vaqt soati yetib Fotima qiz ko'rdi. Mavluda nevarasini qo'lga olganda rosa yig'ladi. Otasi noma'lum va onasini ham ahvoli bu bo'lsa, bu bechora murg'ak bularni qanday qabul qilar ekan? Fotima farzandli bo'lganini ham his qilmadi. Tinmay kulardi. Doktorlar uni qo'lini bog'lab qo'yishga majbur bo'lishdi. Mavluda erini issiq sho'rvaga jo'natdi-da, o'zi chaqaloqni joyiga yetkazarkan, chaqaloqning ko'zlariga qarab qimirlay olmay qoldi. Qizchaga Aylin deb ism qo'yishdi. Aylin oy nuri demakdir. Aylinning ko'zlari juda ajoyib edi. Bir qaragan inson ko'z uzishi qiyin. Er-xotin Fotimadan keyin chaqaloqdan rosa xavotir ola boshlagandi. Qizcha soppa-sog' tug'ilgani ularni shu qadar baxtiyor etdiki, asti qo'yaverasiz. Fotimani maxsus kasalxonaga yotqizishdi. Endi chaqaloq va Fotimaga birdek qarab bo'lmasdi. Mavluda rasmiy ishlar bitgach qizchani uyiga olib keldi. O'g'illari yosh bo'lgani uchunmi, qizaloqqa boshqacha mehr qo'yishdi. Qishloq ham yillar o'taverarkan, gap so'zlarini unutishdi. Aylin 6 yoshga kirganda to'p tepayotgan amaki akasining yo'lini to'sdi. "Ko'chaga chiqmang." Majid hayron qaradi. "Nega?" "Oyog'ingizni sindirib olishingiz mumkin." Majid kuldi. "O'zimni mehribonim, va'da beraman, yiqilmayman." Aylin ishonmay ko'zlarini akasiga tikdi. "Yiqilasiz." "Bo'ldi, xavotir olma, chiqmasam do'stlarim kuladi. Bilaman, sen bilan o'ynashimni istaysan. Qaytsam, albatta sen bilan o'ynayman." Majid shunday deya chiqib ketdi. Aylin buvisining oldiga chopib bordi. "Buvi, Majid akani yoniga boring, u oyog'ini sindirib oladi." Mavluda qizaloqqa bir zum tushunmay qarab qoldi. "Nima?" Aylin bir zumga ko'zlarini yumdi. Xira tasvirlar aniqlik kiritishga urindi. Majid ko'rindi. "Aylin, qizim!" Mavluda Aylinning yelkasidan tutdi. "Ko'zlaringni och." Aylin ko'zlarini ochdi. "Buvi, Majid akaga yordam bering." Mavluda qizaloqqa jiddiy qaramasa ham, xo'p degandek ko'chaga yo'l oldi. Ko'chaga chiqib atrofga qaradi. Sal narida bolalar to'p o'ynayapti. Hammasi birdan ro'y berdi. Ko'z o'ngida Majid bittasi bilan to'p talashib, oyog'ini qayirib oldi. "Majid!" dedi baqirib. Aylin chopib chiqdi ko'chaga. Xuddi o'sha manzara. Nega bunday bo'ldi? Majid o'ziga qo'rqibgina qarab o'tirgan Aylinga hayron qaradi. "Qayerdan bilding?" "Nimani?" "Yiqilishimni." Aylin ko'zlarini olib qochdi. "Men ko'rdim sizning yiqilganingizni. Yiqilmasimdan oldimmi?" Aylin bosh chayqadi. "Siz xuddi mana shunday yiqilib tushdingiz." Majid ishonqiramay tikildi. "Bu tasodif." Aylin yosh bo'lgani uchunmi buni anglamadi. Aylin tashqarida ekanligida Majid onasiga qaradi. "Oyi, u ham opamga o'xshab qolmasmikin?" Aylin tashqarida dugonalar bilan qumda uy qurib o'tirardi. Bir dugonasi dadasi yangi olib bergan kamazcha va qum o'yinchoqlarini maqtandi. Aylin yulduzchali o'yinchoqqa juda ham havas bilan qaradi. "Men ham bitta o'ynasam maylimi?" Dugonasi o'yinchoqlarini o'zi tomon tortdi. "Bu yangi, ayam hech kimga bermadi ekan." Aylin xafa bo'ldi. Qaniydi unga ham yangi o'yinchoqlar olib berishganda.
Biroz o'tib o'yinchoqlarini ko'z-ko'z qilib o'ynagan dugonasi o'yinchoqlarini quchgancha o'rnidan turdi-da, uyi tomon yura boshladi. Aylin unga tikilib turardi. Bir vaqt qizcha birdan yerga yiqilib tushdi. "Menga qara Aylin, qo'shni qizga, dugonangga nima qilding?" Aylin mungli nigohda qaradi. "Hech narsa qilmadim." Onasi boshqacha gapirdi-ku. Men shunchaki unga xafa bo'lib qaradim, boshqa hech narsa qilmadim. Aylin yig'lab yubordi. "U menga o'yinchoqlarini maqtandi." Mavluda nevarasiga rahmi kelib mahkam quchdi. "Ertaga o'zim senga shunaqasidan olib kelaman. Faqat menga boshqalarni xafa qilmayman deb so'z ber." Aylin xo'p deya bosh silkidi, ammo chindan ham hech narsa qilmadi axir. Aylin yarim tunda o'rnidan turdi va buvisiga qaradi. Uxlab yotibdi. "Ularni umri kam qoldimi?" dedi. Shu zahoti sal naridan ovoz keldi. "Senga umr bo'yicha aniq ma'lumot ayta olmayman. Ularni o'lmasligini istayman. Bu ham mening qo'limda emas." Aylinning jahli chiqdi. Bu sharpa unga qachondan boshlab ko'rinadi, o'zi ham bilmaydi. Ammo bilgani u ko'pincha kelajakni ayta oladi. "Unda seni menga keraging yo'q. Ket!" Aylin chinqirib yubordi. Buvisi qo'rqib o'rnidan turib ketdi. "Nima bo'ldi?" Mavluda Fotimadan keyin ancha yurak oldirib qo'ygani uchun Aylinni juda ham ehtiyot qilardi. Hozir ham tezda chiroqni yoqdi. "Nima bo'ldi? Ayt menga." Aylin buvisini bunaqa holatda birinchi ko'rishi edi. "Buvi, men yaxshiman." Mavluda atrofga qaradi. "Xonada kimnidir ko'rdingmi?" Aylin bolaligiga borib ha dedi. Axir u bilmasdi. Onasi shu sabab aqldan ozganini va hozir maxsus kasalxonada ekanini. Mavluda unga dahshat bilan boqdi. Ertasi kuni uyni qandaydir sallali mullalar bosib ketdi. Aylinni nimalardir deb o'qishdi, puflashdi. U tushunmadi. Bu odamlar qayerdan keldi va nima istaydi undan? Aylin ulardan biriga qarab uzoq tikilib turdi. "Sizning umringiz kam qolgan, avtohalokat tufayli o'lasiz." Erkak unga qarab ko'zlarida dahshat aks etdi. "Nima?" Aylin bir tuqqiq etmay javob berdi. "Qochish imkonsiz, baloni daf qilsa umringiz uzayishi mumkin." Boshqa bir sallali erkak uni yaqiniga chorladi. "Qizalog'im, nega bunday deyapsan?" Aylin unga ham boyagi so'zlarini takrorladi. "Uni o'limi ko'zimga ko'rindi." Sallali erkak unga ma'noli nigohda qaradi. "G'aybni faqat Alloh biladi. Jinlar ham kelajakni bilmaydi. Ular faqat eshitgan narsalarini yetkazishi mumkin. Folchilik va jin chaqirish shirk. Qur'onda va hadisda qat'iyan man qilingan. Jinlar odamga yordam berib, keyin ziyon keltirishi mumkin. Ko'plab ulamolar aytgan, jin bilan aloqa qilgan odam oxir-oqibat zarar ko'radi. Haqiqiy ilohiy yo'l Qur'on va sunnat. Jinlardan yordam so'rash emas, balki Allohdan panoh so'rash buyurilgan. Falaq, Nas suralari. Hozirgi gaplarimni eslab qol va butun umr unutma. Seni yaxshilab o'qib qo'yaman va menga hech qachon jinlarning gapiga kirmayman deb va'da ber." Aylin unga tushunmay qaradi. "Jin deganingiz nima?" "Jinmi? Jin bu ko'zga ko'rinmaydigan mavjudot bo'lib, Qur'onda ularning mavjudligi ochiq aytilgan. Ular olovning issiq shamolidan, dudsiz olovdan yaratilgan." Rahmon surasi 15-oyat. Jinlar aqlli, erkin, irodali, odam kabi hayot kechiradi. Yeydi, ichadi, turmush quradi, farzand ko'radi. Odamlarga ko'rinmaydi, lekin ular odamni ko'radi. Iymonli va iymonsiz jinlar bor. Musulmon jinlar ham, shaytonlar ham, ya'ni kofir jinlar mavjud. Jinlar ham odam kabi oxiratda hisob-kitob qilinadi. Aylin bu sallali odamning gaplaridan jinlarni ko'rishga ishtiyoqi oshdi. Ko'zga ko'rinmaydimi, lekin bizni ko'radimi? Kechga buvisi mullalar o'qigan suvni hovliga sepib yurganida sekin borib so'radi. "Buvi, siz jinlarni ko'rasizmi?" Mavluda qo'rqib ketdi. "Nima?" "Boyagi odamlar ular ko'zga ko'rinmaydi" dedi. Mavluda cho'kkalab o'tirdi-da, nevarasining yuzini siladi. "Unut bunday gaplarni. Hademay maktabga chiqasan, faqat yaxshilab o'qi, xo'pmi?" "Maktabda ular haqida ham aytishadimi?" "Yo'q, ular faqat bizning kitobimizda keltirilgan." "O'qishni istayman." "Hali yoshsan. Jahlimni chiqarmadi. Bor bobongga yodlagan she'ringni aytib ber." Mavluda Aylinning ortidan qararkan, yuragi uvushdi. Bu nevarasi umuman o'zgacha,
Judayam sirli va aqlli. Faqat ba'zan gaplari g'alati. Xudoyim, uni o'zing asra, dedi pichirlab. Aylin maktabni bu qadar zerikarli deb o'ylamagandi. Qimirlashga ham ruxsat yo'q ekan. Yana o'qituvchisi bor asabini ishlatib bo'lganmi, faqat baqiradi. Qulog'im og'rib ketdi, dedi yonida o'tirgan o'g'il bolacha. Meni ham uyga ketgim kelyapti. Menimcha bizni hali olib ketishmaydi. Hoy ikkingiz! O'qituvchilarga qarab turganini ko'rib, ikkisi ham cho'chib ketdi. Bu yer endi senlarga bog'cha emas, darsda jim o'tiriladi va gaplashilmaydi. Jahlimni chiqarsangiz, ignani suqib olaman. O'qituvchi shunday deya qo'lida igna ko'rsatdi. Aylin yonidagi bolachani ishtonini ho'llab qo'yganini ko'rdi. O'qituvchi qarang, o'qituvchisi yaqin kelib ijirg'anib ketdi. Nega aytmading hojatga chiqaman deb? Aylin yarim tunda o'rnidan turdi-da, tashqariga chiqdi. Qanisan, mendan xafa bo'ldingmi? Sal o'tib ovoz keldi. Meni ortiq ko'rging kelmayapti deb o'yladim. Maktabga borishni istamayman. Shaxsiy qarorlarga aralasha olmayman. Aylinning yana jahli chiqdi. Menga rostini ayt, kimsan? Yuzingni ko'rishni istayman. Aminmisan? Albatta. Aylin shundoqqina yonida paydo bo'lgan mavjudotga qarab qotib qoldi. Qo'rqib ketmadingmi? Aylin uyga qarab qochdi. Buvisini pinjiga suqilib oldi. Yuragi gurs-gurs urardi. Buncha qo'rqinchli. Aylin 4-sinfga o'tganda ko'pchilik undan hayiqib qolgandi. Uni kimdir jahlini chiqarsa yoki urishsa, albatta unga nimadir bo'lardi. Aylindan hamma uzoq yurishga harakat qilardi. Hatto partadoshi ham u bilan birga o'tirishni istamadi. Aylin kun bo'yi yolg'iz yurar, ko'chaga velosiped haydab chiqsa, boshqa qizlar qochardi. Bobosi va buvisi qanchalik uning ko'ngliga qaramassin, Aylin o'zini juda yolg'iz sezardi. Bir kuni qo'shni ayol ularning uylariga chopib chiqdi. Mavludaxon kelinini ko'zga yoriydi shekilli, uyda sigirlar qolyapti-da, malol kelmasa sog'ib turasizmi? Sutini olib qolsangiz ham mayli. Aylin ayolga tikilib qoldi, so'ng keliningizning qornidagi bola o'ladi, dedi. Qo'shni ayolning yuzidagi tabassum yo'qoldi. Nima? Mavluda tezda nevarasini yelkasidan ushladi. Qizim, men senga nima degandim? Qarang, unga o'lim soyasi ergashgan. Qo'shni ayol hamon joyida qotib turardi. Aylin uning gaplariga ishonmay chiqib ketgan buvisi va qo'shni ayol ortidan mahzun termulib qoldi. Ular menga ishonishmadi. Sen ishonchli ayta olmading. Aylin qora soyaga qarab lab burdi. Men ko'rgan narsamni aytdim. Buni men orqali ko'rding. Nima farqi bor? Himoya aurasi zaif bo'lgan insonlarga tez ta'sir qilishing mumkin. Hamma odamda ham bu ishlayvermaydi. Bularni nega menga aytyapsan? Sen bizga ishlashing kerak. Men buni istamayman. Onangni qutqarishni-chi? Aylin tezda yuzini odami tomon burdi. Nima deding? Soya g'oyib bo'ldi. Hoy, bu yoqqa kel, hozir nima deding? Kim bilan gaplashyapsan? Hovliga kirib kelgan Majid Aylinni ko'rib kuldi. Jinlaring bilan gaplashyapsanmi? Ha-da, menga oxirigacha aytmay qochib qoldi. Majid kulishda davom etarkan karavot taraf yurdi. Bu uyda aqldan ozish hech gap emas. Yana uchrashuvdan kelyapsizmi? Majidning yuzi o'zgarib ketdi. Jim shumtaka. U qizni uydagilari sizga emas, boshqaga berishadi. Xuddi kelajakni biladigandek gapirishini buni. Onam qani? Buvim qo'shninikiga chiqib ketdi. Shu payt darvoza taqishdan bir lo'li bosh suqdi. Kim bor, he? Majid ensa qotirdi. So'ramasdan birovning uyiga kirmang. Lo'li Majidga qarab, bir burda non ber, poshsho yigit, dedi-da ko'zi Aylinga tushib qotib qoldi. So'ng ortga tisarildi. Aylin u tomon qadam bosdi. Yaqinlashma, dedi lo'li qo'rquv bilan. Majid kuldi. Sendan lo'lilar ham qo'rqarkan. Aylin lo'lini nega bunday qilayotganini tushunmadi. Lo'lini ko'zlarida dahshat aks etgandi. U Aylinning yonidagi sharpani ko'rgandi. Shayton! Lo'li oldi-ortiga qaramay ketib qoldi. U nega qochdi? Dedi Aylin hayron bo'lib. Sen menga onamni qutqarishim mumkinligini aytding. Sharpa shivirladi. Buning uchun jinlarni bo'ysundirishni o'rganishing kerak. Nega? Ular senga xizmat qila boshlashi bilan qudrating ham ortib boradi. Buning uchun nima qilishim kerak?
Qabristonga borishing kerak. Aylin endi junjikib ketdi. Nima? Eng zulmatga cho'mgan joyi o'sha yer. Qo'rqaman. Yoningda men bo'laman. U yerda nima qilamiz? Qasamyod qilishing kerak. Kimga? Bizga. Aylin yosh bo'lgani uchun sharpani ta'siriga tushib qolayotgandi. Norqul Mavludaga xavotir bilan qaradi. Aylinga ko'z quloq bo'l. Negadir unga ham Fotimani kasali yuqayotgandek tuyulyapti. Aylin aqlli qiz. To'g'ri, orada g'alati gaplarni gapirib qoladi, lekin hamma ishni binoyidek qiladi. Fotimamiz ham tuzalib ketganda edi. Sho'rlik farzandini ulg'ayganini ko'ra olmayapti. Aylin onasini so'ramay qo'ydimi? Yo'q, hozircha. Aylin sumkasiga kerakli narsalarni solib, endi o'rnidan turmoqchi edi, Majid kirib qoldi. Hoy kichkina, chiroqni o'chirib olib nima qilyapsan? Aylin Majid akasi hammasini bilib qoladigandek qo'rqib ketdi. Hech nima? Majid xonaga kirib sekin karavotga o'tirdi. Aylin, senga bir gap aytmoqchiman, faqat qo'rqma, xo'p? Aylin hayron qaradi. Qanday gap? Onangga nima bo'lganini senga aytmay yashirdik, rost. Ammo senda ham shu holat takrorlanmasligi uchun aytaman. Hech qachon qorong'u joylarga yolg'iz borma. Onangning narsalariga teginma. Qandaydir g'ayritabiiy hodisalar bo'lsa, bizga ayt, xo'pmi? Aylin bosh silkidi. Aka, rostini aytsam, meni ko'zimga shu payt Majidning ortida paydo bo'lgan qop-qora soya uni hurkitib yubordi. Biz haqimizda aytilgan har qanday gaping unga ziyon yetkazadi. Ishonmaysanmi? Qara. Majidni o'rab turgan yorqin rangli auraga qora sharpa qo'lini tekkizganda aura qoraya boshladi. Ko'rib turganing insonlarning himoya tizimi. Bu uni har xil jinlardan, zararlardan saqlar edi. Endi esa u zaiflashdi. Aylin qo'rqib ketdi. Unday qilma. Majid hayron qaradi. Nima? Aylin akasiga iltijoli boqdi. Aka, uyqum kelyapti. Qora sharpa akasidan uzoqlashganda yengil tortdi. Aylin 6-sinfga o'tganda sinfga yangi yigit keldi. Juda ham yoqimtoy va istarali edi bu bola. Ayniqsa uning aurasi, oppoq rangda. Aylin hech kim ko'rmayotgan narsani ko'rayotganini bilsa ham tikilishdan to'xtamadi. Odatda oppoq aurali insonlar kam uchraydi. Yosh kattalarda ko'proq qora yoki qizil auralar uchraydi. Aylinning yolg'iz o'tirishi qo'l keldi. Yigit ayni uning yoniga kelib o'tirdi. "Salom", dedi yigit jilmayib. Aylin oppoq auraga yaqindan havas bilan qaradi. Qanday musaffo. "Salom", dedi jilmayib. Yigitning ismi Pardis ekan. Aylin qizlarning aurasi u yigitga qarab qizarganini ko'rdi. Qizil aura ehtiros va muhabbat ramzi. Uyatsizlar, deb o'yladi ichida. Yangi ko'chib keldingmi? Yigit bosh silkidi. Shu maktab tinch deb o'yladim. Dars davom eta boshladi. Aylin qora sharpani burchakda turganini ko'rib jahli chiqdi. Ko'zini yumib, u bilan aloqaga kirishdi. Bu yerdan ket. Iloji yo'q, bugun keyingi amal bajarilishi kerak. Qabriston bo'lsa, buvim shubhalanib qolgan. Ko'p bora olmayman. Jinlar uchun qulay joy u. Shuni darsda aytishing shartmi? Kimdir uni sekin turtdi. Pardis ekan. Yaxshimisan? Go'zal ko'rinish sehrini ham o'rgatasanmi? Sharpa hayron bo'ldi. Bu senga nega kerak? O'rgatasanmi yoki yo'q? Avvalambor qasamyod, keyin biz aytgan shartlar. Sen odamlarni bizga ishonishga majbur qilishing kerak. Men hamma o'zim istagan narsani ko'ra olmayapman. Masalan, o'tmishni. Katta sehrlar uchun katta qurbonliklar talab etiladi. Bugungi duo uchun bir musijani o'ldirdim. Umid qilamanki, yana o'tgan galgidek arzimas sehr o'rgatmaysan. Qabriston qorong'ida juda ham vahimali ko'rinardi. Hech izoh yo'q, o'liklardan boshqa. Qaysi qabr taraf yuraman? Sharpa yo'l boshladi. Aylin yengil titrardi. Nega uni aytganini qilyapti, o'zi ham bilmaydi. Shu payt ko'zi sal naridagi juda ko'p sharpalarga tushdi. Yuragi yorilay dedi. Qo'rqma, ular bizlardan. Nega buncha ko'p? Ichidan senga xizmat qiladiganlarini tanlaymiz. Sharpani esini tanigandan beri ko'rgani uchun uni qayerdan kelib qolganiga va faqat nega unga ko'rinishga qiziqmasdi. Unga deyarli suyanib qolgandi. Yolg'iz o'gina onasi haqida ma'lumot bera olardi va uddalasa onasining qayerdaligini biladi. Shu payt oyog'iga nimadir yopishdi. Qarasa qo'l, odam qo'li.
Qo'rquvdan rangi oqarib ketdi. Unga qarama. Sharpa shunday buyruq berdi. Nima bu o'zi? Dedi Aylin oyoq tagiga qaramaslikka urinib. Nargi olamga keta olmayotgan ruhlar. Nima? Bu yoqqa. Aylin ko'rsatilgan joyga o'tirdi. Matoga men aytgan duoni qon bilan yoz. Aylin qo'llari titrab musicha qoni bilan Sharpa o'rgatgan duolarini yoza boshladi. Bu jodu edi. Jinlarni chaqiruvchi, chorlovchi. Aylin o'ziga tikilib turgan ikki jinni ko'rdi. Tayyor tur, hozir trans holatiga tushasan. Aylin bo'shliqni sezdi, tanasiga nimadir joylashganini. Kirdingizmi? Aylinning ichidan ovoz keldi. Biz yangi hojamizga bo'ysunishga tayyormiz. Aylin qattiq charchoqni his qildi. Yana tushunarsiz tilda nimalardir deyilganini eshitdi. Eng qizig'i gapirayotgan o'zi edi. Tushunmadi. Ko'zlari tinib ketdi va nihoyat hushdan ketdi. Aylin o'zini chiroyli joyda ko'rdi. O'ziga o'xshab ketadigan ayol. Bu onasi. Onasi unga kulib qarab turardi. Sen bugundan jinlar bilan aloqaga kirishding. Sen endi odamlarga yordam bera olasan va menga ham yordam bera olasan. Buning uchun esa mana bu sehrlarni o'rgan. Aylin onasi tutqizgan eski kitobga hayron qaradi. Mavluda nevarasini qidirib qabristondan topganida yuragi yorila yozdi. Qizcha qon bilan nimalardir qilgan va hushdan ketgan. Nahotki nevarasi ham onasidek jin kasaliga chalindi. Ijro etuvchi Nigora Alisherova. Davomi bor.